Kambeklar qiroli deb atalgan 2008-yildagi Yevroda ishtirok etgan Turkiya terma jamoasini yurtda olamiz. Faqat yig'iladi. Fotoh Terim boshqaruvidagi turklar Yevroni Ronaldo boshchiligidagi Portugaliyaga 0-2 hisobidagi mag'lubiyat bilan boshlaydi. O'sha o'yinda Turkiya juda zaif, ojiz jamoadek taassurot qoldirgan edi. Biroq bu to'fon oldidan kuzatilgan jimjitlik bo'lib chiqdi. Ikkinchi turda musobaqa mezboni Shveysariya Murat Yaqinning goli bilan oldinga chiqib oladi. Semih Shentuk 57-daqiqada hisobni tenglashtiradi. Bugun deyarli guruhda qolib ketish degan edi. Biroq 19 yoshli Arda 90+2 da raqib darvozasini ishg'ol qilib, turklarga suv va havodek zarur 3 ochkoni taqdim etadi. 3-tur. Chexiya bilan o'yin. 34-daqiqada Koller Chex Jumhuriyatini hisobda oldinga olib chiqadi. 62-daqiqada Yaroslav Plashel 2-0 ko'rinishiga keltiradi. O'yin tugashiga 15 daqiqa qolganda turkcha comeback boshlanadi. O'zining yovvoyi versiyasini yoqib olgan Arda Turan hisobni qisqartiradi. 90-daqiqa qahvachi fantastik zarba bilan Chexiyani tubsiz jarlikka itarib yuboradi. Play-offda Germaniyaning ikkinchi o'rinda qoldirib ketgan Prime Xorvatiya turklarni qilich yalang'ochlab kutib oladi. O'sha o'yin oldidan adamni bir fikrlari hech ham esimdan chiqmaydi. Turklarning qonida eng og'ir vaziyatda otilib chiqadigan iroda va matonat bor. Bu ularning DNKsida degan edilar va o'sha DNK Xorvatiya bilan o'yinda ishladi. Bahs juda asabiy o'tdi. Asosiy vaqt 0-0, ekstra bo'limlar 0-0. 119-daqiqa Ivan Klasnich deyarli g'alaba golini urdi, ammo 120+2 Semih hisobni tenglashtirdi. Sindirib bo'lmas xarakter ko'rsatgan turklar Xorvatiyani penaltilar seriyasida shunchaki bo'g'ib tashlagani finalga chiqdi. Nemis mashinasi bilan jang chinakam thrillerga aylandi. 1-0, 1-1, 2-1, Semih 86-daqiqa 2-2 va 90-daqiqada Filip Lam nemislarga g'alaba keltirish golini urib, jamoasini finalga olib chiqdi. Siz bu jamoaga muxlis bo'lganmisiz? Kommentariyada izohlaringizni qoldiring.